Dekabr oyida tug'ilganlar. Ular tabiiy oxiriga olib boradigan energiya bilan tug'ilishadi. Dekabr yilning oxiri. Shu energiya dekabrliklarga boshlagan ishini oxirigacha olib borish energiyasini beradi. Boshqalar yengilgan joyda ham ular oxirigacha boradi. Ular yonidagi odamlarga ustozdek ta'sir qiladi. Dekabrliklarning tabiiy fazilati bu qo'llab-quvvatlash, yo'l ko'rsatish va tushuntirish. Oddiy odam ham ulardan maslahat so'rashi tabiiy. Ular sokin ko'rinsa-da, ichida doim reja tuzayotgan bo'lishadi. Ularning miyasi strategik fikrlaydi. Hatto dam olayotganda ham qanday yaxshilasam bo'ladi degan ichki analiz davom etadi. Ularda adolat hissi kuchli. Noqonuniy yoki nohaq narsa ko'rishsa, darrov ichki himoyachi uyg'onadi. Ular uzoq vaqt sukut saqlab yurishlari mumkin, lekin kerakli vaqtda qattiq va to'g'ri gapiradi. Ular tashqi tomondan sovuqroq ko'rinishadi, lekin ichidan juda iliq. Dekabrda tug'ilgan odamni avval yopiq deb o'ylash mumkin, ammo ularning hissiyotlari asta-sekin isiydi. Paradoks: yomonlikni